Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Asfaltni zo'r mana ko'ryapsizlarmi? Asfaltni maylini ko'ryapsizlarmi? Menday tosh ham topolmaysizlar. Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz qadrdonlar. Meni YouTube'dagi obunachilarim. Bugun biz Farg'ona viloyati 5 bolaga kelganmiz. Asfaltni zo'ri mix asfaltga kelganmiz. Hozir to'liqroq ma'lumotni Asrorbek akamdan olamiz. Assalomu alaykum. Asrorbek aka gideta bir 2 minut 3 minut vaqtingizni olamiz aka. Faqat aka hayajonlanmang aka. Chiroyli qilib ma'lumotini berasiz. Qarang aka, biz hozir mana Farg'ona viloyati 5 bolaga keldik hozir. Asfaltni hozir o'zingiz to'g'rimi hamma yoqda ligirovkada? Ish boshqaruvchi o'zim. Ish boshqaruvchi o'zingiz. Qarang aka, asfaltni narxi necha pul hozir aka? Keyin nima demoqchiman? To'g'ri ma'lumotini bir qator beraverasiz. Men savollarimga chekina savol javob bersangiz bo'ldi aka. Oldin asfaltni bitta ko'raylik. Asfaltni olib kelingda bitta. Jarayonni. Asfaltni qarang. Ushlasam qo'lda kuydiradi hozir. Ha, bemalol kuydiradi. Aka, haqiqatan asfalt mayligi mayli ekan, zo'r ekan aka. Qarang, endi hozir narxi necha pul aka? Bu narsani hozir asfalt aka. Narxi vodiy bo'yicha bosyapmiz asfaltni. Endi 12 ta viloyatda filiallarimiz bor. Bemalol cheklamasdan bosib beraveramiz. Endi pulini joyida ko'ramiz, o'shanga qarab chiqarib beramiz. Masalan, necha pul? 60 ming, 70 ming, 80 ming deydi. Joyida ko'rganimizda aniq bo'ladi. Ha, joyida ko'rib turib kvadrati aniq bo'ladi. Joyida ko'rganimizda kvadrati aniq bo'ladi. Masalan, aka qani, butun O'zbekistonda qilib berasiz. Masalan, Samarqandmi, Qoraqalpoqmi, Toshkentmi, Andijonmi, Namanganmi? Farqi yo'q. 12 ta viloyatda bemalol. Toshkent shaharda o'rtasiga ham bosib berdi. Kecha kuni boya azgincha bo'ldi. Farg'ona shaharida aeroportining ichida bitta yo'l bosib berdi. Yo'lda bosib berdi. Hozir shunda hozirgi momentda 60 mingdan 80 minggacha, to'g'rimi? 60 mingdan 80 mingga keyin joylarni ko'rib chiqarib berasiz. Ha. Endi garantiyasi qanaqa endi buni aka? Garantiyasi garantiya bor. Uqalansa, ko'chsa, yorilsa, liboy tomonlama garantiya qilib beramiz. Faqatgina kelishilgan holatda joyida ko'rib turib, nima bo'lganiga qarab turib, o'shanga qarab garantiya qilib beramiz. Anaqa berasiz. Masalan, endi o'zlari chiqib turib, uyda asfalt yo'qmasa, ko'chirib tashlasa, biz qaytadan qilib beramiz-da. Ammo to'ppa-to'g'ri. Aka yorilsa, uqalanib ketsa, ko'chib ketsa, 1 yil garantiya qilib berasiz. Necha santimetr bosiladi endi aka? Santimetrni hozir 5 santimetr, 5,5 santimetr bosilyapti xonadonga. Hozir mana shu xonadonga 5,5 santimetr. Ha, o'zi o'lchasangiz hozir 6,5 7 tashalyapti ashunda ham. 6,5 7 tashalyapti o'zi. Hozir mashqda o'ziga necha tonna ketadi aka? Mas hozir taxminingiz aka, hozir necha kvadrat? 12 tonna ketyapti. 140 kvadratcha joy, 136 kvadrat joy. 136 kvadrat joyga 14 tonna, 12 tonna ketyapti. Do'stlar qaranglar, o'zi kafelni ham qotili, burchatgani ham qotili, ana tosh gilamni ham qotili asfalt bo'ladi-da. Asfalt haqiqatan zo'r aka. Bu narsalar ko'pchilik endi to'g'ri, endi yevropeyskiy oilalarga asfalt bo'lmasligi mumkin. Yo'q, hozirda polni shunaqa bo'lyapti o'zi yevropeyskiy. Kafelni ustidan bosyapmiz Andijon Namanganda. Kafelni ustidan. Ha. Mash kafelni ustidan bosganmiz biz. Mash kafelda. Oq. Ustidan bosganmiz. Videolarimiz ham bor, endi hozir qo'ysak ularda anaqa cho'zilib ketadi. Lekin tashlab bersak bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Aka, hozir endi shunda siz O'zbekiston bo'yicha bor chiroyli qilib berasiz. Ha, bosib beramiz. Anaqa xudo xohlasa. Hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi, hech qanaqa xijolatchilik bo'lmaydi. Faqatgina aniq summalarda ishlaymiz. Ertaga pul keladi, indinga keladi. Unaqa ishlardan to'g'risi aniqlab turamiz. Xullas, asfalt bosiladi, pul tashalinadi. To'g'rimi aka? Ertaga beriladi, unaqa narsa yo'q. Do'stlar, eshitdilar akamiz. Asfalt bosiladi, pulni sirtanaysizlar. Bunaqa so'mang. Aka borib o'lchab berish xizmatlaringiz qanaqa bo'ladi? Bepul bo'ladi masalan. Vodiy bo'yicha. Masalan, hozir mana biz Farg'onada turibmiz. Hozir men telefon qilaman, Marg'ilonda keling aka deyapti, o'lchab bering deb o'lchayapti. Bepul o'lchab ketaverasiz. Ha, endi aniq summa bo'lib qilinadigan bo'lsa borganimiz yaxshi. Sababi bizda ham 2-3 ta zakaz bo'lsa, ovora bo'lganda borib просто o'lchab narx chiqarib bergan borishimiz bizga yana yigitdan bo'ladi. Bo'ldi. Aka, hozir hamma yoqda filialingiz bor. Bor. Bo'ldi aka, telefon nomeringiz necha aka? 91 326 97 10. 97 10. Bunaqasi bo'lmagan. Videoga bitta like bosinglar. Mana shu videoda srochniy asfalt qildiraman degan do'stlarga. Asfaltni ko'ryapsizlar. Haqiqatda mayligi, mayin toshi to'xta ham emas, mayligi, mana sakshlari bor, hamma yo'g'i zo'r deyapti. 1 yil garantiyalarigacha bor deyapti. Bunaqasi bo'lmagan, narxi 60 mingdan 80 minggacha deyapti. Hozirgi momentda deyaptilar. Narxi o'zgarib qolishi mumkin. Masalan, attabat to'p qolishi mumkin. To'g'rimi aka? Bunaqasi bo'lmagan. Mana shu video srochniy asfalt qildiraman degan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Aka, ozgina vaqtingizni oldik. Yo, chegirma bo'lsa bemalol telefon qilishaveradi. Yo'l bo'lsa chegirmasini ham qilib beramiz. Bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Asfalt nomeradi haqiqatdan. Sog' o'ylab bizdan o'zolashmay bitta like ta'sir qizartirib qo'yinglar. Keyin podpiskani bittazib qo'yinglar. Milliy bola ham shu yerdalar, akamiz ham. Milliy bola. Ko'rib ketyaptilar akamiz ham shu yerdalar. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Sog' bo'ling akalar, rozi bo'lasizlar, sog' bo'ling.